Hurmatli Prezidentimiz Sadir Nurg'ojevich, siz aytgandek toza shali o'tkazamiz deganda hammamiz tan qoldik, qanti bo'ladi ekan deb, qilsa bo'ladi ekan. Mana bizni Sharq oila hukumatidan saylovni toza o'tkazdik. Elga tushuntirdik. Buni elni tushuntirishdan oldin bizni kandidatimiz bo'lgan Aqilbekim Nurbek Qariyevich kelib o'z programmalarini aytdi, nimasini aytdi. Elga ma'qul bo'ldi. El o'shunga rozi bo'lib, shunga ma'qulligini berib toza saylov o'tkazdik. Endi elda to'g'ri tushunish kerak, elimizdan to'g'ri tushunib o'tsa bo'lar ekan dedi. Shundan tashqari o'tolmay qolgan kandidatlarga aytatilim. Endi yoshsizlar, nima qilinglar? Endi borliqlar kurashda kimdir yiqiladi, kimdir yiqitadi, kimga jengiladi, kim jutadi. Yosh ekansiz-ku, hadeb nima qilmasdan rezultatni ko'ring. Rezultatga tan berish kerak. Komissiyani o'tdi, respublika bo'yicha mana elektron pasport ishlanmasdan ruchnoy pasport qildik. Qaytarib tekshirildi. Endi yosh ekansiz ham shu Alimbekka o'xshab o'zingizni programmalaringizni o'ynab, elga tushuntirib, maqsad kelajakda yana 6 yildan keyin yana keyingi chaqirib bo'ladi, o'zingizni taklifingizni qo'ysangiz, balkim el sizni to'g'ri tushunib, balkim shunda o'tib ketarsiz. Meni aytadiganim shu, hadeb nimalarda elni to'planishda nima keragi bor? Endi tan berish kerak, toza saylov o'tdi. Mana eldan kelib so'raglar, bu ishga kirib so'raglar. Kim bir so'm berdimikin? Bir so'm bergan, to'lka elga tushuntirish yo'li bilan. To'lka el tushundi, shuni to'g'ri tushundim. Men o'zim kurir qilgan Boblashkar saylov uchastkasida maktabda 1600 saylovchidan 880 ta chiqdi. Shundan mana 43 ta sportchini bo'ldi. Shundan 343 davush oldik. Boshqa oldi mana. Monda deganda bir 51% saylovchilar chiqdi. Aqcha tarqinmasa ham ishda qilsa bo'ladi. Meni aytatilam, hadeb nima qilmagilar, endi taqdirga tan berib, shunga tan berish kerak. Men aytarim shu.